ajoyib bir rivoyatni keltirgan ekan. Rivoyat qilyapti, qarang. Zikr qiluvchi bandaning jismidan xushbo'y hid sezilib turar ekan. Farishta bu xushbo'y hid kelmoqda deb yozib qo'yar ekan. Raqib ibn Atid bo'lgan 2 yelkamizdagi farishta xushbo'y hid keldi deb yozib qo'yar ekan, qarang. Qachon kelar ekan shu hid? Qiyomat kuni bo'lganda Alloh taolo yozib qo'ygan farishtadan so'rar ekan. Ey farishtam, nima deb yozding buni? Ey Parvardigorim, u bandangdan xushbo'y hid kelar edi. Shuni yozdim der ekan. Ha, Alloh taolo aytar ekan, bu men va bandam oramizdagi bir sir edi. O'sha vaqtda bandam meni qalbi bilan yod etar edi. Endi uning bu amali ajrini berish mening zimmamdandir. Biz qalbimizda subhanalloh, alhamdulillah, Allohu akbar, hasbunalloh va ni'mal vakil, subhanalloh va bihamdihi subhanallohil azim. Qalbimizda zikr qilsak, farishtalar uchun xushbo'y hid chiqarganda bizdan, badanimizdan xushbo'y hid taralar deb yozib qo'yar ekan. Va Alloh taolo bu bandam bilan meni oramizdagi sir edi. Endi buni mukofotini beringlar der ekan. Bizdan nima ketyapti azizlar? Dilimizdan. Shu hali bekar o'tirib qolamiz-ku. Nima ketyapti bizdan? Subhanalloh, alhamdulillah, Allohu akbar, qalbdan zikr qilib turaveraylik. Badanimizdan ilohim sigaret hidi kelmasin. Nos hidi, aroq hidi kelmasin. G'iybatni, chaqimchilikni, hasadni hidi kelmasin. Ilohim badanimizdan xushbo'y hid taralib tursin. Amin. Bu yerda yana bir ajoyib narsani yozgan ekan, qarang. Endi shuning ichida hammamiz shunga tushamiz. Hech kim bundan mustasno emas. Mana nasihatni qarang, hikmatni qarang. Muloyim bo'lsang, nima deydi? Latta derkan. Qattiq qo'l bo'lsang, bemehr bag'ri tosh derkan. Ilmdan gapirsang, ha endi bunga amal qilish kerak edi derkan. Amal qilsang, avval yaxshilab o'rganish kerak, keyin amal qilish kerak derkan. Bid'atlarni tark qilib, bo'lmaydi bu bid'at. Bitta uyda bir odam o'ldimi? Bir marta kirib Fotiha qiladi. Qayta kira olmaydi azizlar desiz, vahobiy derkan. Haqni gapirsiz, o'nnimas derkan. Birovni maqtasiz, tanqid qil, maqtasiz maddoh derkan. Tanqid qilsiz, ichqora derkan. Gapirmasiz, qo'rqoq derkan. Boy bo'lsiz, bu haromdan topganda bu derkan. Kambag'al bo'lsiz, o'zi dankasada bu derkan. Endi buni xulosasida aytayapti. O'y birodar, odamlar shunday. Hammamiz shundaymiz. Ular baribir gapiradilar. Hech qo'ymaydilar. Rozi ham bo'lmaydilar. Shunday ekan, sen ularga ahamiyat berma. Seni yaratgan Allohni rozi qilishga harakat qil. Senga haqiqiy bahoni Alloh beradi, deyapti. Odamlarni qo'ying. Hamma yo'lni muhayyo qilib qo'ysangiz ham baribir kamchilik chiqadi. Baribir kamchilik topadi sizdan. وَإِذْ أَرَدْنَا أَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا. İsra surasida 16-oyatida Alloh taolo, qarang, biz qachon bir qishloqni halok qilishni istasak, bir qavmni, bir oilani, bir jamoatni halok qilishni, shularning ustiga bir baloni kelishligini xohlasak, Alloh taolo aytayapti. O'zimiz yuborgan payg'ambarlarga itoat etishga buyurib, o'z-o'zidan balo kelmas ekansizlar. Men oyat mazmunini yaxshi tushunib turinglar. Buyurib, ular itoatsizlik qilishgach, u shahar aholisi ustiga azob tushishi vojib muqarrar bo'ladi. Bas uni biz g'ayronaga aylantiramiz. O'zidan o'zi balo kelmaydi. Alloh taolo avval payg'ambarlarni yuboramiz deyapti. Eslatuvchilarni yuboramiz, nasihatchilarni yuboramiz, ma'rifatchilarni yuboramiz. Bu qavm, jamiyat, jamoat shu nasihatlarga, shu maslahatlarga, shu masalalarga, shu hidoyat to'g'ri yo'lga yurmagandan keyin azob yuboramiz, deyapti Alloh taolo. O'z-o'zidan boshimizga balo kelmaydi.